Pedagog kasbiy rivojlanishning ta'lim sifatiga ta'siri. Sirdaryo viloyat pedagogik mahorat markazida tashkil etilgan konferensiya ayni mavzu muhokamasiga bag'ishlandi. Ilmiy anjumanda markaz o'qituvchilari va tinglovchilari bilan bir qatorda video konferensiya aloqa shaklida Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti vakillari hamda viloyatlardan pedagoglar ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar ta'lim tizimidagi islohotlar yosh avlodga samarali ta'lim berish va yetuk insonlarni shakllantirish ekanini, buning uchun esa pedagoglar mahoratini yetarli darajada yuksaltirish lozimligini ta'kidlashdi. Qayd etilganidek, bu jarayonda xorijiy tajribani ta'lim jarayoniga oqilona tatbiq etish, yangi metodlar asosida o'quvchilar bilimini oshirish garovidir. Ishtirokchilarga xorijiy mutaxassislar tomonidan maktab boshqaruvida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, tillarni o'rgatishdagi yangi samarali uslublar to'g'risida ma'ruzalar qilinib, turli maktablardagi o'quvchilar o'zlashtirishining tahlillari ham muhokama qilindi. Sirdaryo viloyatidagi maktablardan birida ingliz tilidan dars beraman. Bu jarayonga yangi metodlardan foydalanib, natijalarni yaxshilash bilan birga tatbiq etilayotgan metodlarning samarasini tahlil qilib boraman. Bu konferensiyada o'zbek sinflarida xorijiy tillarni o'qitish metodlarini yanada takomillashtirish va darslarda sun'iy intellektni qo'llash orqali o'quvchilarga ma'lumotlarni qiziqarliroq taqdim etish borasidagi tajribalarim bilan o'rtoqlashyapman. Pedagogik mahorat markazi tomonidan bu kabi tadbirlarning muntazam o'tkazib borilishi xorijlik mutaxassislar tajribasini boshqa pedagoglar bilan o'rtoqlashish imkonini beradi. Konferensiya ishi turli sho'balarga bo'lingan holda amaliy mashg'ulotlar tarzida davom etdi. Bu jarayonda ishtirokchilar zamonaviy texnika yangiliklarini darslarda qo'llash, virtual laboratoriyalarda turli tajribalar o'tkazish imkoniga ega bo'lishdi. Shuningdek, pedagoglar kognitiv yuklamalarni to'g'ri taqsimlash orqali o'quvchilarning o'zlashtirish sifatini yaxshilash, ularni darslarga jalb etishning yangi usullari to'g'risida qimmatli ma'lumot va ko'nikmalarni olishdi. Konferensiyada ishtirok etdim va bundan men o'zimni o'quvchilarim uchun juda ham katta bilimlarga ega bo'ldim va ko'pgina metodlarni o'rgandim va bu metodlarni o'zimda sinab ko'rdim. Bu yaxshi natija erishdim va kelajakda o'zimda o'quvchilarimga ham xuddi mana shu metodlarni berib, uni nafaqat qoidalar asosida, balki amalda ham ularga mana shunday yordam berib, umri davomida esda chiqmaydigan tarzda xotiralarida saqlamoqchiman. Ta'kidlanganidek, ta'lim sifati pedagog bilimidan yuqori bo'la olmaydi. Ta'limga yangiliklarni joriy etish jarayonida pedagoglar bilimining xalqaro tajriba yordamida boyitib borilishi esa O'zbekiston ta'limini jahon darajasiga chiqarishda alohida ahamiyat kasb etadi.